أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ey Allahqa, Allah'ның payg'ambariga iymon etgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, mu'minlar haqida to'la gumon qilishdan saqlaninglar, chunki ba'zi gumonlar gunohdir. Musulmonlarning aybini izlamanglar, bir-biringlarning g'ayvatini qilishmanglar. G'ayvat birov to'g'riliq u yomon ko'radigan gapni u yo'q yerda aytishdir. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishining go'shini yeyishni yoqtiramdi? Sizlar uni yomon ko'rsizlar. Undaqda uning g'ayvatini qilishni yomon ko'ringlar. Allohdan qo'rqinglar. Allohning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlaridan yeninglar. Shaksizki Alloh mu'min bandalarining tavbasini bakmo qabul qilguchidir. Ularga nihoyat mehribondir.